Assalomu alaykum. Andijon Tunuka kanalini kuzatib boradigan obunachilar. Men sizlar bilan Usta Shahzodbek. Xudo xolasa navbatdagi o'ta go'zal holatda bitgan tunuka fonishimizni sizlarga taqdim etmoqdamiz. Bittadan like bosishga arziydigan ish bo'ldi. Xudo xolasa ko'rsanglar sizlarga yoqadigan fasonda bo'ldi. Hozirlarga bu ishimiz to'liq ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Bu ishimiz Andijon viloyati Asaka tumanida qilib o'zini xosga yetkazdik. Sizlarga hozir narx-navolarni aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha qilyapmiz. Hozir ko'proq xonadonlarga 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Tunuka fonimiz 1 kvadratini hamma rasxoti ichida. Sizdan faqatgina obed, agar uzoqroqdan bo'lsa yotoq qilib berasiz. Qolgan hamma narsasi o'zimizdan bo'ladi. Eslatib o'taman, bizda joyda kvadrat emas, shu yerda ketadigan tunukani kvadrat hisoblanadi. Misol 1 metrga 10 metr joy bo'lsa 10 kvadrat chiqadigan bo'lsa, biz tunuka fon hisobida fasoniga qarab 16-17 kvadratdan 20 kvadratgacha chiqadi, buklanishiga qarab. Keyin mana bu darvozaxonamizga kosmos qo'yganmiz. Ko'rib turganlaringdek, u kosmosimiz addenniy bo'ladi, u addenniy qo'yiladi. U tunuka fonda ichiga kirmaydi, u addenniy narxda bo'ladi. Agar xizmatlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Kanalimizda qilib borayotgan ishlarimiz videolari bor. Sizlarga qaysi ishimiz yoqsa, bizga mana bu ish deb rasm tashlasanglar, yoki videomizni tashlasanglar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga shunaqa go'zal holatda qilib beramiz. Xizmatlarimiz Qonli vodiy bo'ylab qilmoqdamiz hozircha. Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab. Siz ham vodiydan bo'lsangiz aloqaga chiqing. Sizning ham uyingizni shunaqa go'zal holatda qilib beramiz.